Rezidensiyada boshlagan ishimizni tugatdik. Rovna 1 oy vaqt ketdi. Ko'rib bir baho bera olasizlar. Ya'ni bu ishimiz 100 kvadrat chiqdi. Ayniga 171 metr chiqdi. Shunda ikkinchi sloy birinchi sort toshdan qildik. Toshni $17 oldik. Gullarni mana bu gullar 850 so'mdan, mana gullar 850 so'mdan, podokonnga ketgan gul 1600 so'm, tevadagi gul ham ayni tevadagi gul ham 1600 so'mdan, mana ham 850 so'mdan, tumba 2500 so'm, tumbani pastidagi mana noshkasini materialini ham 2000 dan olganmiz, karniz ham 2000 dan olingan. Общий olinganda себестоимости usti haqisi ham yo'g'i bilan где-то bir 8,5 ming so'mdan o'tib qoldi. Endi agar aynalar kichkina bo'ladigan bo'lsa 8,5 mingdan ozroq bo'lishi mumkin. Bu yerda aynak ko'pda, ya'ni 171 metr aynak. Hozirgina men o'zini ko'rsatib qolmay yaxshiroq. Mana tumba 2,5 ming so'm, monon metri 2 ming so'm, karniz metri 2 ming so'm, monon 1 metri 850 so'mdan, 1600 so'mdan, 1600 so'mdan mana bu metri. Mana ular Alloh alam 2700 so'mdan. Mana 3D'lar. Mana pastiga qilgan noshkamiz ham 1 metr materiali. Buniki ham 850 so'mdan. Tosh $17 dan olindi. Pastga 100 so'mdan ochildi. Temiri, rossiyskiy temir ishlatamiz, rossiyskiy armatura ishlatamiz. Rossiyskiy temir bu 110 so'mdan. Germetiki где-то bir 200 so'mdan olinadi bitta germetik. Buni germetik shurupga o'rnatamiz. Ichini ham ko'rsatib qo'yamiz sizlarga. Utepleniya bilan qilganmiz profilga. Buni inshaalloh turib berishiga biz garantiya beramiz. Ya'ni kачествосiga, turib berishligiga, yuk ko'tarishiga ham garantiya beramiz. Bemalol onga 2 ta odam chiqadimi, 3 ta odam chiqadimi, chiqib aynagini bemalol artaveradi. Sizlarga aylazini ko'rsataman bu uyda. Uyimizni balandligi maydan Alloh alam 3,5 metr. Uzmasdan olib ko'rsataman. E'tibor bergan bo'lsanglar, mashinlarga toshlarni razmer bilan kesdik, ya'ni mayli uloqlar tushmasin deb. Menga o'ziga yarasha toshlarni tanlab qo'yganmiz. Uni yog'iga, bu yog'iga ham, ya'ni o'rtada bitta ham ulog'i yo'q. Biz germetik shurupga qataramiz. Shuruplar mana обрамление tagida qolib ketib qoladi. Agar 2 etaj yuradigan bo'lsa, mana tevadagi karnizni ham kattaroq qilamiz, kombinatsiya qilib. Buni mana yangicha bitta narsa qilganimiz, mana karnizni mayerga chiqarganmiz, mana bu yerga chiqarganmiz, o'stirib. Nimaga deyotganda, mana tevadagi mana bu kranshtayn turibdi-ku. Shu kranshtayn ustiga minib turishlik uchun. Go'yoki mana bizni anaqamiz, regelimiz saratoshdan bo'lgan. Mana bizni kolonnamiz shu regelda ushab turgandek qilib. Ya'ni misol uchun mana mayerda burungi ustalar qilishgan ekan. Men ko'rsatib qo'yaman sizlarga. Buni ham chiqib olib qo'ygan. Mana bu yerda go'yoki unaqa narsa yo'q. Mana devorga yopishib turibdi, mana mayaga chiqib turibdi. Shu xatoni qaytaramaydi deganmizda. Ya'ni shuni mana uni chiqarganmiz bu yerga. U keyin bunday plavniy bo'lib turishligi uchun pastiga u yerga kichkinagina обрамление gul berganmiz, uzun qilib. Biz o'zimiz tilimizda qurtob deb qo'yamiz uni. Mana bu yoqlarda ham mana shof yo'q. Bu yoqlarda ham mana shofi yo'q, uzun toshlar tollab mayerga sartarovka qilib qo'yganmiz mana. Shuruplar mana orasida qolib ketgan. Inshaalloh ishni ko'rib, kamchiligini kommentariyada yozasizlar. Qanday chiqdi, nimasi xato bo'ldi. Ustalar endi ustalar o'zini ko'zida ko'radi-da, qanaqa xatolik bo'lganligini. Inshaalloh shu uyda mana 1 oyda qildik. Egalari rozi, xudo xolasa.